Xitoy turmusidagi atoqli Uyg'ur ziyolisi Ilhom To'xti 2020-yillik Nobel tinchlik mukofotiga eng loyiq oldingi 5 nomzod qatoriga kirgan. Norvegiya Nobel komiteti kelar hafta 5 nomzod ichidan birini tanlaydi ekan. Ilhom To'xti bu yil Norvegiya qalamkashlar markazi tarafidan nomzodlikqa ko'rsatilgan. Bu Ilhom To'xtining 2019-yildan beri ikkinchi qitim nomzodlikqa qayta ko'rsatilishidir. Buningdan burun u Amerika Davlat Majlisi a'zolari tarafidan 2019-yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikqa ko'rsatilgan edi. Oslo Tinchlik tadqiqot institutining to'rida e'lon qilingan uchurda ta'kidlanishicha, navbatda necha yuz nomzod ichidan tanlash ilib berilib, oxirida Ilhom To'xti va Naytin Lu qatorliq 5 nomzod qolgan. Qolgan nomzodlar Sudanlik o'quvchi Ala Salah va Sudandagi erkinlik o'zgarish kuchlari tashkiloti, Rossiyalik o'qituvchi Aleksey Navalniy va uning poraxo'rlikqa qarshi turish fondi, Liviya va Somalilik tinchlik faoliyatchisi Hajar Sharif bilan Elvat Elman, jurnalistlarni qo'g'dash komiteti qatorliq shaxs va o'rinlarni o'z ichiga oladi ekan. Oslo Tinchlik tadqiqot institutining to'rdagi uchurda ta'kidlanishicha, Nobel tinchlik mukofotining Xitoydagi Uyg'urlarning bostirilishiga qarshi faoliyat ilib borgan Ilhom To'xtiga berilishi zulmga uchrayotgan bu oz sonliq millatning qiyinchiligini texmo gavdalantirishga, Xitoy hukumatiga qarata xalqaro jamiyat kuzatyotidi degan signalni berishga yordami bo'ladi ekan. Uchurda yana Ilhom To'xtidan hech qanday xabar ilinmagan bo'lsa-mu, lekin uning xizmati va mirosining Uyg'urlar va ularning qo'llovchilari uchun kuchlik simbol va harakatlantiruvchi kuch bo'lib kelganligi ilgari surilgan. Ilhom To'xti 2014-yili 1-oyda bo'lgunchilik bilan ayblanib, Beijingda qo'lga ilingan. U shu yili 9-oyda Urumchida muddatsiz qamoqqa kesib etilgan edi.